Assalomu alaykum do'stlar. Mana shu kottejimiz sotiladi. Narxini sizlarga aytib o'tib ketaman. 35.500 dollar. Shuning ichiga nimalar qilib beramiz? Hozir полностью obzor qilaman. Uyimiz O'zbekistonda bir boshqacha stilda, boshqacha texnologiyalarda, shu Rossiyada qurgandaqa qurilgan. Bu kottejimizga birinchi o'chirda ertaga bolalar keladi, turba tashab, avtomobilni doroshka qilib beriladi, betondan quyiladi. Zaborlarni qilib beramiz. Mahallamiz, qo'shnilar hammasi yaxshi, tinch joy. Bu mahallada svetdan, suvdan muammo yo'q. Faqat gazdan muammo bor. Qishda yonmaydi ekan, bahorda, yozda yonadi. Mana shu kottejimizga bonus tariqasida hozirda ishlanyapti. Hozir quyosh panel o'rnatish niyat bor. 2000 dollarga o'rnatib, xudo xolasa bu quyosh panelimiz o'rnatilgandan keyin bu kottejimiz har taraflama avtonomli bo'ladi. Nima desangiz, mana shunaqa quyoshli kunlarda uyni sovutadi, isitadi. Qattiq sovuq bo'lganda topli pol bo'ladi bu uyimizda. Topli pol o'sha quyosh chiqmagan kunlarda topli pol ishlatiladi. Uni topli pol ishlagan taqdirda ham 8 soatdan 24 soatgacha bu uyimiz issiqlikni ushlab turaveradi. Xo'p, uchastkamizga keladigan bo'lsak, to'rtfotek. Bu ko'chalarimiz asfalt, uchastkamiz bog' bo'lgan. Videoga like, podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Jasur stroyga aloqaga chiqsanglar, bemalol kelib ko'rishinglar mumkin. Buni hozirda probni qurilgani uchun shunaqa arzon narxda sotilyapti. Xudo xolasa yoniga ham quriladi, boshqa uchastkalarimiz ham bor. Butun O'zbekiston bo'yicha ham borib qurib berishimiz mumkin. Faqat mana shu proyektda ko'pchilik uy qurganingiz stilingiz yoqdi, energiya tejamkor deb yaxshi, u boshqa proyektlarda ham qurib berishga harakat qilaman. Faqat men hozir prorablik ustachilikdan chiqib ketganman. Bolalarni o'rgatib, yetishtirib berishim kerak. Hozir mana shu qurgan uyni ham bolalar уже o'rganib bo'ldi, bemalol boshqa obyektlarga tashlasam qurib berishim mumkin. Bu uyimizda облицовочный g'isht ishlatilgan, o'rtacha deraza romlari ham hammasi sifatli. Betonlari ham tayyor betondan quyilgan. Derazalarimiz ham 2 qavatli oyna. Bu joyimizga, misol, klientning xohishiga qarab shifer, prohnastil yoki metallocherepisa qilib berishimiz mumkin. Bu joyda endi qishloq sharoitida tan narxi oshib ketmasligi uchun biz hozir shifer ishlatyapmiz, lekin shiferning afzalliklari bor. Yozda salqin, qishda anaqa kondensat bo'lmaydi. Shu taraflardan men shiferni afzal ko'rdim. Xo'p, ichida g'ishtlarimiz bilan asosiy, ya'ni g'ishtning o'rtasida o'tib plitalarimiz bor. Hozir uyning ichiga kirib obzor qilaman. Xo'p, bu uy kichkina deganlarga bu meni maqsadim energiya tejamkor uy qilish. Yozda salqin, qishda issiq bo'lishi kerak. Keyinchalik kelin olaman deganlarga yonboshida joy ham tashlab ketilgan. 4 metrga 10 metr katta, ichida sanuzellari bilan qilib keyin qurib olsa bo'laveradi. Bu uyimizga hech qanaqangi gaz umuman taalluqli emas. Xudo xolasa, nima quyosh paneli o'rnatilgandan keyin bitta konditsioner mana shu 4 ta xonani isitib, sovutib bemalol yuta oladi. Hozir ichkarini obzor qilamiz. Videomiz cho'zilib ketmasligi uchun tez-tez gapirib, ma'lumot berishga harakat qilaman maksimal darajada. Uyda kirganimizda shunaqangi uzun koridor bo'ladi. Yana o'zim haqida tanishtirib o'tib ketsam, 17 yil Rossiyada shu kottej, kvartira sohalarida, umuman qurilish sohasida ishlab kelganman, praktikanman. Mana shu uydan xuddi shu rossiyskiy texnologiyada qilingan. O'sha tomlariga ham loy bosilmagan, o'sha Rossiyada qanday uy qurgan bo'lsak, shu stilda texnologiyada qilingan, 5 sm dan 15 sm minimatda bosilgan. Balkalarimiz ham hamma joyi sasni ishlatilgan, faqat tomimizni stoykalariga terek ishlatganmiz xolos. Lekin to'sinlar, straplari hammasi sasni. G'ishtlarimiz ham o'ta kam sho'rlaydigan g'isht olib kelingan. Bu hozir vodiydamiz, Andijonda, bu g'ishtlarimiz Toshkentdan olib keltirilgan. Montaj ishlarimiz ham sifatli kabellardan qilingan. Kirganimizda shunaqa koridor, to'g'rida sanuzel, chap qo'lda detskiy joylashgan. Derazalarimiz ham sifatli. Kirganda o'ng qo'lda
kattalar yotoqxonasi shu koridordan ajratilgan, shovqin u yoq bu yoqqa o'tmasligi uchun. Xo'p, bu yoqda mehmonxona joylashgan. Mehmonxonani keyinchalik nari tarafga qo'yib, buni yana bitta spalnya qilib olsa bo'ladi. Xo'p, mana bu joyimiz kuxnya. Kuxnyadan letniy kuxnyaga o'tish xoti bor. Mana bu joyda kuxnya garnituri turadi. Hozir biz qilib beradigan ishlarimizdan polga topli pol qilib stashga qo'yib beramiz. Bu uyga radiator shart emas, nima desangiz konditsioner qo'yib beramiz. Konditsioner bemalol sovutib, isitishga ishlaydi. Faqat sizlar qishning kunida ana sovuqda shu topli polda kapelda bir o't yoqib qo'yishinglar mumkin. Bu bir o't yoqib qo'ysanglar ham uy o'zini bir isitib olsa, bemalol issiqni 8 soatdan 24 soatgacha ushlab turadi. Stashga qilib, topli pol qilib beramiz, suvlarni chiqarib beramiz, devorlarni shpaklovka qilib beramiz. Sizlarda faqat qolayotgan narsa mesh komnatani eshik qo'yasizlar, oboy yopishtirasizlar, montajdan patolog qilasizlar. Xo'p. Bu kottejimiz xudo xolasa konditsioner, quyosh panellar qilingandan keyin yaxshi zo'r effekt beradi, xudo xolasa. Agar yana ham o'zimga uverin bo'lsam, bu kottejimiz bu narxda bo'lmaydi, ko'tariladi albatta. Nima desangiz, hozir probniy qurilgani uchun arzon taklif qilish niyat bor. Ko'proq zakaz qilsanglar, uchastkamim bor, uchastkamga yana boshqa uchastkalarga qurib berishim mumkin yoki borib sizni yeringizga qurib berishimiz mumkin. Albatta bu hozir $35,500 bo'lgani bilan yer uchastkani narxini ayrigan holatda telefon qilsanglar, borib uchastkalarni ko'rib, kelishgan holda qurib beramiz. Xuddi mana shu texnologiyada. Xo'p, yana nimalar qilib beriladi buning ichiga? Mana bu joyga qo'rg'on qilinadi. Letniy kuxnya qilib beramiz. Yoki bir tonali bochka ko'mib beramiz. Kolsa tashaladi, musulmonchilikka ikkita tashaladi. Bittasi kuxnyaga, bittasi hojatxonaga. Shunaqa do'stlar, video yoqqan bo'lsa like patipga tugmasini bosinglar. Ikkita nomerimni qo'yib qo'yaman. Bemalol telefon qilib ma'lumot olishinglar mumkin. Kelib ko'rishinglar ham mumkin. Menga hozirgi paytda sizlarning fikringlar juda qiziq. Mana kelib odamlar bilan muloqot qilinsa, bu boshqa-ku. Shu O'zbekistonga shu loyiha qanaqa ketadi? Xudo xolisa, yoniga yana bitta qurilyapti. Yana boshqa joyda uchastkalar bor. Ularga ham qurib berishimiz mumkin. Bemalol aloqaga chiqsanglar, asosan shunaqa proyektda nima desangiz, biz o'zbekchilikda uyni aylanasiga qo'rg'on qilinadi-da, yozda uni salqin qilish qiyin, qishni kunda isitish qiyin. Meni loyiham yozda salqin, qishda issiq, energiya tejamkor uylar qurish. Shuning uchun shunaqa kompaktniy proyektlar bo'lsa, tashlasanglar borib qurib beramiz. Mana bu uyimiz smetasi chiqqan. Mana shu proyektda bo'lsa, yana ham sizlarga arzon, sifatli bo'ladi. Nima desangiz, buni hozir qurgan bolalar, ustalar, Rossiyada birga ishlagan bolalar o'sha proyektni tushunib qolishdi, borib hech qanaqangi muammo, qiynalchilik bo'lmaydi. Shu tarafdan o'zim proyektimni taklif qilyapman. Shu hozir 4 xona bo'lsa, shuni 5 xonalik proyektlarimiz ham bor. Talab va istaklarga qarab qurib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ro'zai Ramazon oyida hammaga sog'lik, salomatlik, sabr tilayman. Sog' bo'linglar.